Bu video tonalka surganimda yuzimda yaltirab, такой glowing effekt bersin deganlar uchun blurring primerni obzor qilmoqchiman. Bu qanaqa ishlatiladi? Bu primer ichida mursayishi bo'ladi. Ha, mana qaranglar. Bunaqa bo'ladi. Yaltiroq narsasi bo'ladi ichida. Sizlar buni tonalkaga qo'shib yoki bo'lmasam tonalkadan oldin yuzingizni surib olishingiz kerak bo'ladi. Ana o'shanda sizlar surgan tonalkanglar glowing effekt berib turadi, ya'ni yaltirab, такой ko'pchilik yoqadi-yu, ana yuzimda tabiiy yaltirab tursin, men matov yaxshi ko'rmayman deydiganlar uchun любой tonalkani ichiga olib, birga-bir qo'shiladi-da, ishlatiladi. Shunaqa narsa bor. Amerikanskiy narsa bu. Как baza sifatida ham ishlatsanglar bo'ladi, lekin asosan amerikanetslar bu mahsulotni tonalkani mana shunaqa yaltirab turishi uchun, mana shunaqa yaltiragan effekt yaxshi ko'radiganlar ishlatsa bo'ladi. Shu narsani tavsiya qila olaman.